Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun biz sizlar bilan Xalq deputatlari Davlatobod tuman kengashining 2026-yil 1-yarim yilligida bajargan ishlar yuzasidan hisobot tinglash uchun to'plandik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan mahalliy davlat hokimiyati va vakillik organlari faoliyatini yanada takomillashtirish, deputatlik nazoratini kuchaytirish hamda aholi muammolarini tizimli hal etishga qaratilgan vazifalardan kelib chiqqan holda Xalq deputatlari Davlatobod tuman kengashi tomonidan 2026-yilning 1-yarim yilligida qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Ayni paytda Xalq deputatlari Davlatobod tuman kengashida 20 nafar deputat faoliyat olib borilmoqda. Shundan 15 nafari erkaklar, 5 nafari ayol deputatlardir. Deputatlar o'z saylov okruglarida aholi bilan doimiy muloqot qilish, ularning muammolarini o'rganish, davlat dasturlari ijrosini nazorat qilish hamda qonunchilik hujjatlarining mazmun mohiyatini tushuntirish ishlarini muntazam amalga oshirib kelmoqdalar. Hisobot davrida Xalq deputatlari Davlatobod tuman kengashining 5 ta sessiyasi o'tkazildi. Ularda jami 40 ta masala muhokama qilinib, ular yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Ko'rib chiqilgan masalalar asosan ijtimoiy sohani rivojlantirish, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimi, mahalliy byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, investitsiya va qurilish ishlari, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, kommunal sohani takomillashtirish, deputatlik nazorati, qonunchilik ijrosini ta'minlash kabi ustuvor yo'nalishlar ichiga qamrab olgan. 2026-yilning 1-yarim yilligida kengash sessiyalarida huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalliy davlat hokimligi organlari hamda boshqa davlat tashkilotlari rahbarlarining 29 ta hisoboti, 4 ta axboroti tinglandi. Deputatlar tomonidan har tomonlama muhokama qilindi. Muhokamalar jarayonida deputatlar tomonidan davlat tashkilotlariga aniq taklif va tavsiyalar berishdi hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tegishli qarorlar qabul qilindi. Hisobot davrida kengash tomonidan jami 40 ta qaror qabul qilindi. Shundan normativ xususiyatga ega 4 ta qaror, amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq adliya organlarining huquqiy ekspertizasidan o'tkazildi. Qabul qilingan qarorlar belgilangan tartibda rasmiy e'lon qilinib, ijrosi yuzasidan doimiy monitoring tashkil etildi. Kengash faoliyatining ochiqligi va jamoatchilik nazoratini ta'minlash maqsadida o'tkazilgan 5 ta sessiyaning barchasi ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali onlayn tarzda yuritildi. Bu esa fuqarolarning kengash faoliyati haqidagi axborotlariga erkin ega bo'lishiga xizmat qiladi. Deputatlar tomonidan saylov okruglarida aniqlangan muammolarni hal qilish maqsadida davlat va jamoat tashkilotlariga jami 27 ta deputatlik so'rovi yuborildi. Mazkur so'rovlar asosan ta'lim muassasalari, ichimlik suvi, elektr ta'minoti, yo'l infratuzilmasi, transport xizmati, ijtimoiy himoya, tibbiyot, mahalla infratuzilmasini yaxshilash, qurilish ishlari kabi dolzarb masalalarga qaratilgan. Shundan 20 ta deputatlik so'roviga javoblar olindi. Qolgan 7 ta so'rov bo'yicha ishlar davom etmoqda. Hisobot davrida deputatlar tomonidan jami 58 ta uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvlarda mahallalar, mehnat jamoalari, ta'lim muassasalari, aholi yig'inlari ishtirok etdi. Natijada aholi tomonidan 67 ta muammo ko'tarildi. Ulardan 61 tasi ijobiy hal etildi. Qolganlari bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Deputatlar tomonidan jami 67 nafar jismoniy hamda yuridik shaxslar qabul qilindi. Murojaatlarning tahliliga ko'ra 51 ta murojaat ijobiy hal etildi. 9 tasi bo'yicha huquqiy tushuntirish berildi. 7 ta murojaat ijro jarayonida qolmoqda. Qabullar davomida aholi tomonidan asosan uy-joy, elektr energiyasi, ichimlik suvi, bandlik, ijtimoiy nafaqalar,
tadbirkorlik, yo'l qurilishi, ta'lim sohasiga oid murojaatlar bildirildi. Kengash faoliyatini keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida deputatlar tomonidan mahalliy bosma nashrlarda 2 ta, tele radio orqali 3 ta, respublika bosma nashrlarida 1 ta chiqishlar amalga oshirildi. Shuningdek, internet saytlarida 295 ta, ijtimoiy tarmoqlarda 52 ta axborot materiallari e'lon qilindi. Bu orqali deputatlar faoliyatining ochiqligi ta'minlandi va aholining xabardorligi oshirildi. Yangi qabul qilingan qonunlar va normativ huquqiy hujjatlarni aholiga yetkazish maqsadida har bir deputatga o'z saylov okrugi bo'yicha aniq vazifalar yuklatildi. Deputatlarimiz mahallalar, jamoat, mehnat jamoalari, ta'lim muassasalari, davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda huquqiy targ'ibot ishlarini muntazam tashkil etmoqdalar. Bu borada aholining huquqiy madaniyatini oshirish, qonunlarning mazmun mohiyatini keng tushuntirish hamda huquqiy ongni yuksaltirishga erishilmoqda. 2026-yilning 1-yarim-yilligida xalq deputatlari Davlatobod tuman kengashi tomonidan deputatlik nazoratini kuchaytirish, aholi murojaatlarini hal etish, qonunchilik ijrosini ta'minlash, davlat organlari hisobdorligini oshirish hamda jamoatchilik bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Kelgusi davrda kengash faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida deputatlik nazoratini ta'sirchanligini oshirish, deputatlik so'rovlarining ijrosini qat'iy nazorat qilish, doimiy komissar faoliyatini kuchaytirish, raqamli texnologiyadan foydalanishni kengaytirish, aholi bilan ochiq muloqotlar va sayyor qabullar sonini ko'paytirish, qonunchilik targ'ibotini yanada samarali tashkil etish kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Ushbu chora-tadbirlar mahalliy vakillik organlarining samaradorligini yanada oshirish, aholi ishonchini mustahkamlash hamda hududning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.